Rus kafirlarga qarshi tog' kabi turgan faxrlik islom qahramoni Imom Shamil. O 1797-yili Dag'istonning Gemri yezisida tug'ilgan. 15 yoshdan tortib ot minib qilish o'ynatishni boshlagan. 20 yoshga kirganda 2 metrdan oshadigan gavdasi bilan sakrash, etishish, chelishish va qilishvozlik qatorliq turlar bo'yicha yuqori mahoratga ega bo'lgan. U faqat qobil mujohidlar bo'lib qolmasdan arab tili, islom qonunshunoslik qatorliq fanlarni pishiq biladigan diniy olim. U xalq yetakchisi qilib tayinlangandan keyin tunji vazifasi qatori ruslarga qarshi texnik unumlik va shiddatli urush qilish uchun idoriy va harbiy tashkilotlarni yangi qoidalarga binoan tartib keltirdi. Va Kavkaz rayonida pochta ishlarini umumlashtirib, aloqa ishlarini rivojlantirdi. Qo'shin to'plash uchun zakat to'plab, muntazamlashgan armiya tashkil qildi. 1834-yildan 1859-yilgacha 25 yil jarayonida Char Rossiyaning kuchligiga qaramasdan chekinmay ruslarni ig'ir talobatga uchirdi. Kavkaz musulmonlari amiri Molla Muhammad ruslarga qarshi jangda shahid bo'lgandan keyin o'rniga Imom Shamil imom qilib saylandi. Molla Muhammadning o'limidan keyin ruslar Kavkazliklar amdi qayt o'rnidan tura olmaydi deb faraz qilishgan edi. Lekin Kavkaz musulmonlari uchun hamma amdi boshlanmoqda edi. Ular ruslardan g'animat olgan zambiraklar bilan ularning sepillarini o'qitib, minglarcha ruslarni yo'qotdi. Rus generali xotirasiga biz Imom Shamil bilan urushda ziyon tortgan askarlarimiz bilan Yaponiyadan Ukrainaga bo'lgan zaminlarni ozod qila oldik deb yozdi. Rossiya Imom Shamilni tutib berganlarga 45 ming rubl mukofot berdiganligini e'lon qilganda, buni anglagan Imom Shamil, kallamni buncha pulga yaraydiganligini bilganimda o'zimni to'liq baxtli his qildim. Lekin sening emas, balki Char podshohingning kallasining mening oldimda bir kupqumi arzimaydiganligini bilganingda bunchalik baxtli his qilmasligim mumkin deb xat avatdi. 1856-yili Ruslarning Osmoniy xilofati bilan bo'lgan Qrim urushi oxirlashgandan keyin Char Rossiya butun kuchini Kavkaz oldingi sepiga markazlashtirib, yosh general Aleksandr Ivanovichni 200 ming kishilik qo'shin bilan Kavkazga avatdi. General Aleksandr Ivanovich Shayx Shamil bilan urush qilishdan ilgari oldi bilan ularning urush qilish taktikalarini tadqiq qildi. Oxirda Shayx Shamilning o'rmonlik va tog'larda g'alaba qilganligini va xalqning kuchlik orqa tirak ekanligini bayqaydi. General Aleksandr tunji siyosatini xalq bilan yiqilishib, ularga siliq muomala qilishdan boshlaydi va urushga qatnashmagan kishilarga ziyon zahmat yetkazmaslikka buyurib, ularning ko'nglini moyil qilishga boshlaydi. Shundoq, mayli Xitoy kommunistlar bo'lsin, mayli Rus kafirlar bo'lsin, inqilobchilarni yetim qoldirib, qarshilik harakatlarini bijit qilish uchun umumyuzlik qarshilik uchrab, taqobil tura olmaslikdan ansirab, avval kallisuchuq inqilobchilarga bosmichilar, terrorchilar, milliy bo'lgunchi deganga o'xshash ismlar orqali ayirib turib, bir-birlab yo'qotib, razil maqsadlarga yetgan edi. Ruslarning bu siyosiy kuchini ko'rsatishga boshlaydi. Amdilikda ba'zi nodon xalqlar zulm va ig'ir kunlarning sababini Shayx Shamildan ko'rishga boshlagan edi. Xuddi hozirgi zamonimizdami Xitoy kommunistlarining zulmlarini, Xitoyga qarshi atlangan qahramon mujohidlarimizni ko'rayotgan ba'zi nodon kishilarga o'xshaydi. Meni chaqmagan yilon 1000 yil yassun degan bu qulluqqa singib ketgan psixikamiz tufayli mag'lubiyat sabablarga yo'l ichib qolmasdan mujohidlarni yo'qotib bo'lgandan keyin albatta navbat boshqalarga kelgan edi. Qissimizga qaytadigan bo'lsak, kafirlarning bu yilisiga aldangan musulmonlarning bu holidan Shayx Shamil bargan sari mujohidlar bilan o'rmonlikda panohlanishga majbur bo'ldi. Mana bu suvdan beliqni ayirish edi. Xalq bo'lsa suv, mujohidlar beliq edi. Suvdan ayrilgan beliq qanchalik toqat keltira olsin? General Aleksandr askarlarining qo'liga qurol va palto tutqizib, dal-daraxtlarni kesishga boshlaydi va Checheniya, Dag'iston o'rmonliklarining ko'p qismini vayron qilib o'tdi. Ruslar paydinpay Shayx Shamilning qarshilik rayonlariga mazmut qadam bilan yurish qildi va urushda mag'lub bo'lgan 10 qabilaga kangchilik qilish orqali ularni o'ziga moyil qildi. Buning bilan mujohidlarning kuchi ojizlashdi. Ruslar qarshi yuzlab jang qilgan Imom Shamilning oxirgi janglari to'g'risida biroz to'xtalsak, u 1839-yili Axulka to'piligida 3000 yigiti bilan general Grabke qo'mondonligidagi 10 mingdan ortiq bo'lgan Rus armiyasiga qarshi 80 kun urushganligi tarix batlariga xotirlangan. Bu qarshilik vaqtlarda ba'zi xalqlar
Bo'ldi taslim bo'layli, sulh qilayli deb andishiga tushishga boshlaganda Imom Shamil buningga javoban taslim bo'lishni deganlarni darlatgandi. Bu holatdan qo'rqgan xalq Shayx Shamilning onasining oldiga berib, o'g'lingga aytgan taslim bo'layli deb o'g'lining oldiga avatdi. Onasi o'g'li Imom Shamilga taslim bo'lish to'g'riliq so'zlagandan keyin Imom Shamil o'rnatgan qonunda yonmaydiganligini hammaga ochiq ko'rsatib qo'ygan. Ya'ni jazoga qayr bir ayolning chidamaydiganligini aytib, jazoni uning o'g'liga berish kerak deb o'zini darlatgan edi. Imom Shamil bu jangda ayoli Javharatdan, o'g'li Muhammaddan, singlisi Musaddatdan ayrilgandi. 8 yoshli o'g'li Jamoliddin bo'lsa ruslarga asir tushgan edi. Rus qo'mondonlaridan biri bo'lgan Milyotdin 80 kun davom qilgan Abulka jingi haqida xotiniga maktub yo'llab shundoq dedi. Tog'liqlarning shiddatlari teshib aqllaridan ozgan kabi askarlarimizning ustiga hujum qilib, jonlari chiqqicha jang qildi. Xotinlar ham o'zlarini talvalarcha himoya qildi. Qurolsiz bo'lishlariga qaramay askarlarimiz ustiga itlatdi. Taslim bo'lishni qat'iy rad qilgan tog'liqlar hech qanday umidlari bo'lmasa-mo qahramonlarcha urushdi. Xotinlar, bolalar qo'llaridagi o'qiya bilan ruslarga hujum qilib, bir-birlari uchun ko'z yummasdan jon berdi. Jarohatlanganlar ham hayron qolarlik darajada shijoat ko'rsatdi deb yozgan edi. Do'st bo'lgan davlatlardan hech qanday yordam ololmagan Imom Shamil oxirida butun kuch-quvvati va o'q-to'risi tugaydi. 1859-yilning 6-sentabr kuni Gunubkida Knaz Bratniskiy boshchiligidagi 70 ming kishilik zo'r qo'shinga qarshi yanada bir necha 100 kishi qolg'ucha urushgandan keyin taslim bo'lishga majbur bo'ldi. Bu vaqtda O'rta Osiyodagi Buxoro, Qo'qon, Xiva xonliqlari ularga hech yordamda bo'lmaydi. Halbuki Kavkaz musulmonlari Char Rossiya bilan tez bitmay urush qilib, ruslarning O'rta Osiyoga bo'lgan hujumini 30 yil kechiktirgan edi. Ruslar Kavkazlarni bo'ysundirgandan keyin Buxoro, Qo'qon, Xiva xonliqlarini bir-birlab ishg'ol ostiga olgan edi. Musulmonlar qarindoshlarga yordam qo'lini sunib, dushmanlarga birlikda zarb bermasdan o'zaro zimin talishib, ixtiloflashib, dushmanlashish orqasidan hammasini kofirlar vayron qilib tashlagan edi. Mana bu Alloh taolaning azobi desak bo'ladi. Bugungi kunda o'ltirilayotgan musulmonlarga qo'l qo'shtirib qarab turgan, tomosha qilganlarningmi beshiga bunday kunlarni kelmaydi deb kimi kapolat bera olsin? Oxiri Imom Shamil oilasi va 40 ga yaqin odam bilan Peterburgga ilib berildi. Char Rossiya podshohi Aleksandr II bu batur tiz bitmas qo'mondonni saroyda yuksak hurmat ichida kutib oldi. Aleksandr II bilan Imom Shamilning bir suhbati mashhur bo'lib, uningda bir kuni Aleksandr Imom Shamilni tamoq taklif qildi. Imom Shamilning ishtiha bilan tamoq yeganini ko'rgan Aleksandr yenidikilarga "Qo'rqmangki, bu odam birozdan keyin bizni ham yeydi" deganida Imom Shamil "Qo'rqmang, bizning dinimizda cho'shgo'sh harom qilingan" deb javob qaytargan. Imom Shamil majburiy bir oy saroyda mehmon qilingandan keyin tutib turish uchun Kalugaga opirdi. Qamoq Imom Shamil va oilasiga ig'ir kuldi. 2 yil ichida qor soqollari oppoq holatga kelib qoldi. Oradan 10 yil o'tgandan keyin Char Rossiya uning hajga berishiga ruxsat berdi. Imom Shamil 1870-yilda Rossiyadan ayrilib, avval Istanbulga keldi. Osmoniy xilofati xalifasi Abdulaziz tarafidan kutilindi. Saroyda bir mazgil mehmon qilingandan keyin Makka qarab yo'lga chiqdi. Makka amiri va ko'plagan xalqlar Imom Shamilni kutib olg'ili oldiga chiqdi. Imom Shamilning Makkada ekanligini anglagan, dunyoning har taraflaridan kelgan 100 mingga yaqin musulmonlar Imom Shamilni ko'rish uchun Baytullohga kelishdi. Iloji qolmagan hokimlar Imom Shamilni Ka'baning to'piga chiqarishga majbur bo'ldi. Imom Shamil haj mavsumida 1871-yilda vafot topdi. Qabrisi Madinadagi Baqiy qabristonligida. Biz bu qahramon ajdodlarimizni cho'nqur hurmat va sig'inish ichida aslaymiz.